Do'stlar, qaranglar, xullas hozir Koreyada tarvuz olib keldim. Tarvuzni narxi 270 ming so'm ekan. O'zbekistonda sizlarning shaharlaringda necha pul? Men kelishimdan oldin kilosini 3 ming so'mdanmi ko'ruvdim. Mana qaranglar, yo'qmi? Слишком katta ekan. Mana qaranglar. Ye. Bu haqiqiy koreyskiy tarvuz. Qaranglar, endi hozir kesib ko'ramiz, ichxona chiqar ekan bu tarvuzimiz. O'zini ishlaysiz. Yo'q, 15 kiloda atrofida chiqsa kerak. Taning ko'ryapsizlar. Ye. Ye, mana qaranglar. Irik. Ama Yusuf ham irik. Hozir endi ta'mini ko'ramiz. Bismillah. Bop, 맛있어? Ye. 맛있어? 완전 맛있어요. Oy, juda yaxshi. Sizlar shaharlaringda bizni ko'rib turgan, endi meni ko'rib turgan nimalar shaharlaringda qanday kesiladi tarvuz. Vashi. Ko'ryapsizlar, urug'i ham kam. Bismillah. Mazali chiqdi. Like bosib qo'llab qo'yinglar. Bu videoda tarvuzni yaxshi ko'radigan do'stlaringiz jo'natib qo'yinglar. Keyin buni tarvuz ekkan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. 270 mingdan agar Koreyaga eksport qilsa qanaqa bo'ladi? Like bosib qo'yasizlar. Mazali. Wow.